Hi everyone, welcome to High English Alphabet. In today's program, we will learn another, new sounds. Okay, sağlaşmışlar. And bizimki şu High İngiliz İllipen dersimiz kelganlarni qarshi olamiz. Hamda bugun davomli holda yana o'xshashlanma shu oldimizdagi ingliz tilidagi tovushlarni o'rganib chiqmoqchi. Hamda bu oldimizda qat'iy ma'lum sabablar tufaylidan bizimki tarmoq maktabining ochilishi degandek ba'zi ishlar tufaylidan hamda bizning darsga misol kechib ketdi. Hamda buningdan davomli uzluksiz shu video darsimizni yo'llab turamiz. Unda dersimiz kelsak. Okay, endi bugun o'rganmoqchi bo'lgan tovushimiz a. Okay, endi birinchi tovushni marsana a. All right. A. Okay. Endi makandagi ishqital osmichik nimani bildirdi desanglar, so'zlash belgisi. Demak, endi mush kelsa, biz qanday o'qiymiz desanglar, shuni so'zlab o'qiymiz. A. Masalan, mana so'zlarga qarab qo'yinglar. Birinchi so'z nima ekan? Masalan, as, shunaqa Okay. Endi Angliya talaffuzda o'tirdagi r-ni talaffuz qilmaydi. Amerika talaffuzi qanday qilamiz desanglar, aniq talaffuz qilamiz. Masalan, scarf. Scarf desak bo'lmaydi. Scarf. Okay. Sal qanday qildi desanglar so'zildi. Endi so'zlarni emas sarandaga. Bek so'zib etsak bo'lmaydi albatta. Normal aldimi? Shunaqa. Okay, scarf. Alright, keyingi so'z desanglar, scarf degan sharpa degan gap, sharpa. Endi keyingisi nima desanglar, father. Okay, father. Agar endi men th kelgan mashkarib kelsa, buni nima deb talaffuz qilinsa, the. Mana tilimizni tishlab, ko'ringlar, tilinglarni tishlab, undan havo sirtqi chiqishi bilan qanday qilsa desanglar, tilni eshitadi. The father. Alright, father. Okay. Ara father deganimizda men aytsam, dadasi degan gap. Demak, scarf. Father. Alright. Endi bu shu talaffuz qilingan bu shu harflardan, masalan, ar harfi kelgan so'zlar ko'pincha qanday insonlar bu shu talaffuz qilindi. Masalan, qarab baqirgan bo'lsak, car. Okay. Star, arm, march, garden, dark. All right, yeah. Demak, endi mushu harflar bilan kelgan, ar bilan kelganda qanday qilmaysiz san men aytamiz. O'qib qo'yinglar qani. O'zinglar o'qib qo'yinglar. Masalan, nima? Sar emas, juma, katta talaffuz qildik qanda siyar ko'pincha. Car, star, arm, march, garden, dark. Okay, degandek. Endi yana EAR mushuni nima desanglar, deb talaffuz qilamiz. For example, heart. Yeah, heart. Okay. Demak, endi nima desanglar, heart. Yurak. Yurak. Okay. And ma keyingi tovushni nima desanglar, avval so'zlaydigan bo'l lekin ma'no nima desanglar, qisqa. Nayt qisqa. Endi desak bo'lmaydi. Masalan, qarab baqsak, birinchi so'z nima ekan? Cup. Asli ko'pincha deb talaffuz qilinadi bola. Shuni cup. Yaxshi. Cup. Xo'sh. Endi ikkinchisi, amma so'zim jiqmalindan ko'pincha bola xato o'qiydi. Bu nima sababdan desanglar, masalan, father, mother demay, father, mother deb qo'yadi. Qopiya o'ynab qana qildi. Desanglar xato, mother deb so'zib oladi. Endi so'zmaymiz. Bu nima desanglar, mother. Okay, mother.
Okay, mana nima? Birinchi harf shunaqa, ikkinchi harf uchinchi harf nima desanglar? The. Abay dedik-ku, tilimizni tishlab. Mana. The. Mother. Okay, mother. Dada degani father, lekin apa degani mother. Tiz talaffuz qilamiz, mother. Okay, mother. Xo'sh, endi mau talaffuz qilingan harflar xili ko'p. Masalan, birinchisi o harfi, ko'pinchisi deb talaffuz qilinadi. For example, amma birinchi so'z qaranglar nima? Sun. Sun. Come. Okay, endi ko'pinchisi keyinda i kelsa, ko'pincha talaffuz qilinmaymiz, Shu come desak bo'lmaydi. Come. Uchinchisi color. Okay. Love. Lovey demaymiz-ku endi. Oxirgi i ni talaffuz qilmaymiz. Love. Yaxshi. Keyingisi money. Nima? Money. Okay, money deganimiz nima? Pul. Keyingisi nima desanglar, masalan, you harfi nima desanglar ko'pincha deb talaffuz qilamiz. Masalan, sun, nut, jump, gum, bus, brush. Okay, o'qib beringlar. Nima? Nut, jump, gum, bus, brush. Yani supper, us. Okay. Onun istir yana o you. Demek o harfi, u harfi yoki bu ikkisi biraqlam kelib qolishimi? O'xshashlam nima desanglar? Shu deb talaffuz qilamiz. Masalan, touch. Okay. Cousin. Country. Degandek, cousin. Country. Country. Demek mushunga o'xshash mush narsani xotir qoldirib olamizda hamda. Shu xotir qancha ko'p xotir qoldirsangiz, sening as saqlash iqtidoring shuncha yaxshi bo'ladi. Xotir qoldirgan o'quvchining menimcha o'rganishini boshqalarning masalan 70-80% cho'qim yaxshi bo'ldi. Okay, endi men ikkinchi tovush nima? Yo'q, uchinchi tovushga bugungi. Uchinchi tovush nima desam, endi mana desak og'zimiz jumla holatga keldi. Masalan, a bilan o'rni o'tirsak. Endi keyinda ikki qo'sh chekit bor ekan, osma chekit. Demak, endi bu belgi so'zlash belgisi. Shunda olganda nima? Okay. Sal so'zlaymiz, For example, ball. To'p degan gap. Call. Telefon qilmoq. Demak, endi bu tovush nima ekan? Okay. Endi mushu tovush talaffuz qilinadigan harflarning masalan a harfi. A harfi deb talaffuz qilindi bo'lgan shunami? Endi ba'zi hollarda deb talaffuz qilindi. For example, water. Okay, water. Okay, birinchi so'z water, suv degan so'zni ko'rdingizmi? Endi ikkinchisi so'rasanglar, o'xshashlam a bilan w kesma deb talaffuz qilindi. For example, draw. Strawberry. Strawberry. Okay, and the strawberry deganimiz hamda ma'ni. Deb qo'yib o'tib ketay. Bo'ljurgan shunami? Strawberry. Keyingi al mi qanday qilindi desanglar, shu og'zimiz jumla qildi. Qarab beringlar, jumla qo'ldimi bunimi? Degandek. Masalan, ball. Wall. Okay, wall deganimiz nima? Tom degan gap bo'ldi-ku. Ball, wall. Okay. Ona kera or mushkar nima dersanglar? Deb talaffuz qilindi. Masalan, horse, corn, fork, or, short degandek. Demak, endi bu shu ARP, AW olamdı, yoki AL olamdı, yoki OR olamdı, onun degan OOR lami, nima? Da talaffuz qilindi. Masalan, OOR kelsak, floor, door degandek. Shunga mushlarni hamda yaxshi saqlaymiz-da hamda. Bo'pti, birinchi qatam esingizni qolmasa hech qisi yo'q. Ko'p takrorlab turing. Bo'lsa videoni ko'rib turing. Do'rang. Masalan, men hozir shuni da'vataman-ku. Do'rang. Do'rgan qancha yaxshi do'raydigan o'quvchi shunda yaxshi o'rganadi.
Şoňa ýeňi öwrengende anda bek aldyryp ketmäň öwrenişke, puxta günüň, köp tekrarlaň. Şuna qilsanız, näçe tiz ilgirleýärsiz. Qada?